Bugun Quva shahrimizdagi obunachilarimizni topib 50 ming so'mdan pul beramiz. Qani ketdik. Вот так, пойдешь. Вот так, пойдешь. Salom, yaxshimisizlar? Instagramlaringiz bormi? Ilhomjon Jalilovga obuna bo'lgan bo'lsangiz 50 ming so'm pul beraman. Obuna bo'lmaganmisizlar? Obuna bo'lib qo'yinglar Ilhomjon Jalilovga. Instagramda Ilhomjon Jalilovga obuna bo'lgan bo'lsangiz 50 ming so'm beraman. Obuna bo'lib qo'yinglar Instagram. Nimaga bular tushunmaydi axir. Bor, yaxshimisizlar? Instagramlaringiz bormi? Ilhomjon Jalilovga obuna bo'lgan bo'lsangiz 50 ming so'm beraman hozir. Obuna bo'lib qo'ying. Keyin safar berishimiz, sizga bo'lishi mumkin 50 ming so'm. Og'a siz zo'risiz. Sizdan zo'ri yo'q, og'a. Assalomu alaykum. Instagramingiz bormi? Ilhomjon Jalilovga obuna bo'lgan bo'lsangiz 50 ming so'm beraman. Instagram bormi? Bor. Obuna bo'lganmisiz? Albatta obuna bo'lganmiz. Qani ko'ramiz. Agar rostdan obuna bo'lgan bo'lsangiz 50 ming so'm sizniki. Yaxshi, tog'jonim. Ilhomjon Jalilov. Jalilov obuna bo'lishgan ekan, tabriklaymiz akamiz. Mening tog'im. Qo'yamiz. Akamiz rostdan obunachi bo'lgan. Akam bo'ladi, nomeradim bo'ladi. Mana shu pul sizniki. Bu yer qanaqa bino bu? Bu yer Diamond Med diagnostika xususiy. Voy bo'lmasa. Siz davolanib chiqyapsizmi siz? Yo'q, biz shu yerda ishlaymiz. Ha, ishlaysizmi? Ozgina ma'lumot berib yuborsiz. Xo'p, bu yer Diamond Med diagnostika klinikasi o'z nomi bilan diagnostika, har xil kasalliklar bo'yicha albatta bizda urologiya, nevrologiya, kardiologiya va stomatologiya ko'p tarmoqli yo'nalishlar bo'yicha diagnostika qilinadi va bemorlar yotib davolanadi. Aka, sizga ham 50 ming so'm beraman, obuna bo'lgan bo'lsangiz. Biz obuna bo'lgan ekanmiz. Keyin safar obuna bo'lib qo'ying. Sizlar shu yerda ishlaysizmi? Men shu klinika ish boshqaruvchisiman. Ishlaringizga omad. Rahmat. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lishni unutmaymiz. Keyingi 50 ming so'm sizniki bo'lishi mumkin. Rahmat.